Yuragim yaxshi emas edi. Shu muomalani o'zi sog'aytirar ekanda. Sinimki ba'zigina noyabrda kelib davolangan edi. Shu sinim berdi bu yerda. Dizlarimga uchrashdim. Zarnigor orqali keldik o'zi. Zarnigor ko'rdi, keyin yurak doktori ko'rdi, kardiolog, nervologiya ko'rdi. Kelganimda juda ham yaxshi emas edi ahvolim, yuragim yaxshi emas edi. Mana 3 kun, bugun 4-kuni Xudo xolasa, lecheniyalarni hammasini yaxshi berdi, mana ovatman. Yaxshi bo'lib qoldim. O'zini ishini mutaxassisi yaxshi. Undan tashqari muomalalari ham bir-biridan yaxshi-da, shirin hammasi. Tili shirin hammasini. Shu muomalani o'zi nima qiladi, sizni sog'aytirar ekanda. Bir-biridan yaxshi muomalalari. Mana fizioterapiyaga bordim, u yerda ham qizlar bir yaxshi, bir muomalalik 3 xil, 4 xil narsa beradi. Uni ovqatlariga gap yo'q. Zo'r ovqatlari. Ertaman azonda yetib keladi mana shu Zarnigor qizim, men birinchi xabar oladi mendan. Keyin menaka medsestralar keladi, osmokol qo'yadi, yaxshi. Endi boshqa yoqqa bormaymiz, Xudo xolasa, mayli avvalo tanim sog' bo'lsin, sog' bo'laylik. Kimni sog'lig'i to'g'risida muammosi bo'lsa, soch medikal klinikasiga kelishini tavsiya qilaman.